Qayınnacanlar üçün əddinli alohida sovg'amiz bor ina. Meni nomimdan bo'ladi bu. Oho. Qayınnacanlarımız dükkan yürüp, vaxtını yetkizib, işten qalıb yürmüydü. Gelinni gintiradi, gelinni bahanasında özən bir göynəkli bo'lib ketadi. Bu to'liq narsalar ku. To'liq narsa, astatki narsa emas. Namından gelseler, padarkelerimiz var. Biz gelin kızlarımız için. Özellikle halagan nerselerini koşup veremiz. Yine özləri xalaqan nərsələrini. Yine gap bo'lishi mumkin emas. Assortimentni Viberni ko'rib turibsizlar opasinglar. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Istagan narsalaringizni eng arzon baholarda xarid qilib, undan tashqari podarkalarni ham xarid qilib ketsalar bo'ladi. Ya'ni sovg'asi. Hamma narsasi bor. Bu narsani beda olishim kerak, bu beda olishim kerak deb yurmaydi. Shuning uchun qulaylik bo'lishi uchun beda Üzgün alamı, komplektini alamı, sepochkasini alamı, bir dana kumushuzlik qo'shib beriladi. Kumushuzlik tekinga bo'ladi. Kumushuzlik tekina bo'ladi. И sam главный yeri, bu yerda komplekt alamız, sepochka alamız, novu narsa olishundan qat'iy nazar. Grammini 1.250 ming so'mdan aytib beramiz. 1.250 dan kelishib beramiz. Ko'pchilik o'ylaydi, kumush deydi, bir dana uzuk qo'shib bersa, bir narsa qo'shib bersa deydi, ustidan pul mindiriladi deydi. Bunday emas, xohlagan yerdan olib boraversin, taraziga chiqqan grammini 1.250 ming so'mga kelishib beramiz. И bir dana kumush uzuk xohlagan bir kumush uzukni podarkaga sovg'a olib İçki narsalari, arg'ilari, parfümeriyaları, ütük deymi, ne deydi, iş qilib, fen deymi, hamma narsasi ba'zan Bunun zor şartları yaratib koydunuz. Sizin namınızdan gelen padarkelerimiz zor etler. padarkilardan beradi. Eng ahamiyatli original narsalari. Bu sinovdan o'tgan. Shuning uchun to'ychilarimizga tavsiya etibman. Bu hozirgi trendda göyneklarimiz. Şimdi gelinlerimiz içinde erman bo'lib qolmasin deb, shu xalagan göynekini giysin degan qulaylik maqsadida şimdi pasportamni chiqardim. To'ychilarimizga sürpriz sovg'a yulduz kelin ko'ylaklarni tanlab kelganlar uchun aytilgan narsa beriladi, rossiyski beriladi, yaxshi narsalar beriladi. Shuning uchun ikkamizga tavsiya etibman. Gap yo'q, xudo xolasa. Oxunjonim yana to'g'ri kelaverasizlar. Assortiment Viber ko'p bo'ladi. Ko'rib turganlaringizni shuba deysizlarmi, plashlar deysizlarmi, koja, bu yoqda paltolarimiz ham bor. Hammasi turetskimi, xitoymi istalgandan topsalar bo'ladi ekan. Bu yoqda göyneklarimiz ham bor ekan, xudo xolasa. Meyda-chuyda narsalarni hisoblamaymiz. Hamma narsasi ichida, 2 guli ichida yana sürpriz podarkisi, kostyum chaluri, ak göyneki, taxyalari bilan to'ychilarimizga qulaylik bo'lishi uchun. 100 dollarning ichida bitib ketadi. 100 dollarning ichida avan. Gap yo'q, xudo xolasa. Hamma narsasi 100% paket bo'ladi bu yerni. Shuni ham e'tibor olinglar qizlarjonlar, kiyilmagan bo'ladi. Agar o'zlaringga yoqqan moda yoki rang, razmer kerak bo'lsa, ina oldirib ham beramiz buni har xilidan. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugungi videolarimiz yaqinda to'y boshlagan to'ychilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun juda ham manfaatli hamda foydali bo'ladi. Like-ni bosib turib ko'rib kuzatib boraverasizlar. To'rtchilimiz bozorindagi 272-yulduz apganmiz, kelin liboslari salonlaganman. Xudo xolasa toza do'kona ko'chganligi munosabati bilan ajoyib skidkalar aksiya bo'ladi ekan. Ko'na do'kondagi barcha liboslarni necha so'mga qo'yib beraman deysiz? Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Toza salonimiz ochilishi munosabati bilan shu salonimizda hamma göyneklarni 100 dollarga qo'yib beraman. Hammasi 100 dollardan. Ya'ni bir göynekni o'zi 100 dollardanmi yoki 3 tanasi 100 dollardanmi? 3 tane göyneki bo'ladi. Ina qizig'inni göyneki bo'ladi, gulyankini göyneki bo'ladi, bu kechki visol oqshom göyneki bo'ladi, chapani bo'ladi, plus kostyum chaluram ichida 100 dollar. Kostyum chaluram shuni ichida. Kostyum chaluram shuni ichida. Shunda 100 dollarni to'laydilar faqatgina qizlar bazmi uchun, gulankisi uchun hamda visol oqshomi uchun. Yonida kostyum chaluram, taxiya chapanam yanında bo'ladi. Shu 100 dollarning ichida bo'ladi. 100 dollarning ichida xohlasalar qizig'ina ranglam giyishlari mumkin. U o'zlarini xohishlari bo'ladi. Xohlasa nijniy giysalar bo'ladi. Xohlasa qizig'ina pryamoy bunday moda ranglardan mamma yo'q. Har xil bor. Qo'lini ushamayman, salonga keladilar. Xohlaganini ina ochib ko'rsataman. Xohlagan göynekini olib kiyadilar. Ya'ni yulduz apkam ochib turibdi, faqatgina men shu ko'rsatganlarimni emas, shu 272-do'kondagi barcha liboslarni dedi, istalganini dedi 100 dollardan giyib ketsalar bo'ladi deb turibdilar yana. Nijniy desalar, nijniy, og'ir desa og'ir, doshli desa doshli, piston desa piston.
Yine. Gep Arı, yok. iri kızlarımız her xil razmer, renk, mamma yok. Yine top beremiz yine. Yine bemalol kelaverasizlar, 100 dollarning içinde pony hammasi bitib ketadi ekan yine. Nijni soranlara nijni yine hazır. Yine daşlı soranlara daşlı yine. Yine qaranglar. Birbirinden chiroyli göynekler. Endi bular paketmi Yulduz aka? Havan hammasi paket bo'ladi. Hammasi paket bo'ladi. Havan. Toza do'konimizda hozir videomiz mobaynida uni ham obzor etamiz. Undagi ham hammasi paket bo'ladi, to'g'rimi? Havan paket bo'ladi. Gap yo'q yine. Bu yine atlas göynekimiz bo'ladi. Atlaslar. Havan. Yine. Gap yo'q. Qo'shiralikni qaranglar, opa-singillar. Bu hozirgi trendda göyneklerimiz yine. Kızlarımız özü görseler biladi. Yine. Yine babuchkali. Yine şimdi göynekimiz hozir trendda bo'lib turibdi. Bularni ham beramiz şu 100 doların içinde. 100 dollarning Havan içinde göyneki. bo'ladi. Havan. Gap yo'q yine. Bemalol kelaverasizlar. Hijobli qizlarimiz uchun abayalarimiz ham bor. Istalgandan topib berasiz. Abayan bak her xil razmer, her xil rangdan bor. Gap yo'q. Bu sovg'ani bergan uchun ko'p qo'yibsiz. Bu sovg'ani birinchi gen 3 dona to'ychilarimizga sürpriz sovg'a yulduz kelin ko'ylaklarni tanlab kelganlar uchun To'yana, sürpriz. Havan. Gap bo'lishi mumkin zaten. Shuning uchun Faqatgina ulgurib qolishlari birinchi kelgan 3 dona to'ychimiz bor, to'g'rimi? Havan. Yine bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa Yulduz apkam jo'shib turibdi bugun. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Gullari, boshqa narsalari hamma narsa shuning ichida bo'ladi. Meda chuda narsalarni hisoblamaymiz. Hava hamma narsasi ichida, 2 guli ichida yana sürpriz podarkisi, kostyum chaluri, ak ko'ynaki, taxyalari bilan to'ychilarimizga qulaylik bo'lishi uchun. 100 dollarning ichida bitib 100 ketadi. dollarning ichida havan. Gap yo'q. Yurtdoshlar, endilikda biza ikkinchi toza do'kon o'tamiz. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xo'p yurtdoshlar, biza toza do'kon ham Xudo xolasa kelib oldik. 4 kul tuman bozorida Yulduz kelin liboslarini sal berrakroqda bo'ladi. 264-chi kelin liboslar salonimiz bo'ladi Xudo xolasa. O'ng bo'lsin deymiz, xayrli, barakali bo'lsin deymiz Xudo xolasa. To'ychilarimiz kelavergi, shudan xarid qilavergi Xudo xolasa. Kelinchaklarimiz chiroyli bo'lsin, baxtli bo'lsin, qo'sha qarsizlar, to'g'rimi? Havan. Endi bu yoqda aksiyani so'ratib berdik Yulduz apga. Birdan ichki aksiya etib berasiz. Bir de Xudo xolasa yana toza salon açılış münasabati bilan to'ychilarimizga qulaylik bo'lishi maqsadida yana ranglar opshim har xilidan ekkaganman. Har xil rang, har xil moda, bir de hammasi paket bo'ladi. 2026 ning modasi bo'ladi. Yana rangli deymi, doshli deymi, piston deymi, nijniy deymi, pryamoy deymi, pryamoyni ham har xili bor yana. Shunda deb ekkaganman, yana bir de hammasi paket bo'ladi yana. Ko'ring. Yine ko'rib turganlarınız hammasi 100% paket Hammasi bo'ladi, opa-singillar. 100% paket bo'ladi. Yine bularimiz hatta model kızlar ham giymagan, yine hammasi yarliqında turibdi, ushasa bilinib turibdi, yine kraxmalında turibdi. Yine Kraxmal bo'ladimi ular? hava yine ushanda shikirdab turibdi yine. Yine gap yo'q. Yo'sa bo'shab Ya qoladi. paket toza pul shikir dedi-ku, beli buklanmay. bo'ldi, yine bildingiz. Yine nijniy so'rallar, yine nijniy koronalar. Bular hammasi paket bo'ladi. Bular ham Flashback, paket. yine diademalari, sirg'alari hammasi paket. Hatta kurlarına din paket etib ko'pma, yine tuflilarına din paket ko'pma yine. Bir de 100% paket bo'ladi hamma narsa. Tuflisi ham shuning ichida bo'ladi. Havan tuflisi ham shuning ichida, yine zoloshka tufli bo'ladi. Zoloshkang 36 razmermi shunda? 36 razmerga ham keling. Gelinlar ko'pini 36 kiyadi-ku, to'g'rimi? 40 ham kiyadi. Bo'y balandroq bo'lsa. Razmer topiladimi? Havan razmerdan muammo yo'q, yine. Tuflilarni din paket bo'ladi. Gap yo'q, xudo xolasa. Hamma narsasi 100% paket bo'ladi bu yerni. Shuni ham e'tibor olinglar qizlarjonlar, kiyilmagan bo'ladi. Agar o'zlaringga yoqqan moda yoki rang, razmer kerak bo'lsa, ina oldirib ham beramiz buni. Har xilidan oldirib ham beraman. Keyin qaynajonlarimiz ayna xudo xolasa tashkillashtiramiz. Davleniyalari chiqmasligi uchun limon choy deymi, kofe deymi, ina tashkillashtirib beramiz. Orqaga o'tirib, gelinlarimiz ko'ylaklarni tanlab ketaradilar. Keyin yana zo'r qulaylik qo'yatirman. Sirajbek qarang. To'y boshladi to'ychilarimiz. Hamma narsani bekam ko'z qilishni niyatlab turibdi. Bitta qo'y nima bo'ladi? 10 ta qo'y bo'lsin dedi-ku, shunda yana harajati deymi, hech narsa kamiz bo'lmasin deb, shu bekam ko'z o'tsin to'yim deb niyatlagan qaynajonlarimiz uchun yana-da shu yulduz kelin liboslardan qulaylik bo'lishi uchun to'ychilarimizga shunda yana
kreditam çıkaracakman. Yani Bir kredite. dana pasport plastik alıp gelediler. Tenleyen göynekini, gelinini alıp beredi. Meşi texnikasını alıp berişi mümkün toydan keyin. Indi gelinlerimiz içinde erman bolup kalmasın dep, şu halagan göynekini giysin diyen kulaylık maksadında yine şimdi pasportam çıkardım. Birinchilardan bolup bir dana Yulduz kelini pasport, bir dana baslari. plastik bolsa boldu. Avan, bir dana pasport. Muddatli to'lova xarid qilsalar Avan, bo'ladi. avan. Yine yurttaşlar. Toychilarimizga kulaylık maksadında şuna mine yaratıp durpman. Yine. Bu yüzükden koşup beramizmi endi Yıldız apke? Bu yüzükni 3 dana paket giygenlere Yulduz kelin libaslarından savga. Mende hech nav kuru prosto reklam üçün aytılmaydı. Hemme nerse ispatı bilen 3 yıldan beri toylarda salütlan atıp, şov atıp munam hemmen havası gelen atıp takıp durpman. Instagramıma ötüp görseler göredi toyçu kızlarımız. Yine şunam itibarı asılla hem paket giydiler. Altın boladı, altın doğru mu? yüzük hava mülk boladı ku altın yüzüklü boladılar. Bunu hala sala özünü anacanısına savga etişi mümkün, kayınlacanına savga etişi mümkün. İyi halasa özü zaksdan ötken vaxtında şimdi yine altın Dak yüzük koysam boladı, doğru mu? Geline daksa boladı ki o balamız. Gap yok. Endilikdə şu opa-singillərimiz, qızlarımız ham qiziqib oturgan bolsa gerek bularni bahalarına. Bahaları $100'dan başlanadı, tenlegenden gep çıkardı bahası. Şunda $100 dəpəyə qarab gitədi. Tamam. İstərgənini xarid qılsalar boladı xuda Tamam. xalası. Həmməsi 100% paket boladı. Yengil paketlerimiz Yine $100'dan başlanadı. Gap bolsun Bir kömür. de yine bir ikisini absurat gösterip veremem. Hemmesi 2026'nın modası boladı. Özünü ayttan modası bolsam aldırıp veremem. Oho, yine opa-singillər. Dım çıraylı nerseler, Yapıyor. birbirinden acayip. Şu bərsək Nijni qızlarımıza, soran kızlarımıza yine. gəlin qızlarımıza şu aklı bas giyiş nəsib qılsın demiş xuda xalasa Yıldız kelin libasları salonundan xarid qılsanlar sizlərə əcayib kulaylıqlar boladı. Yine hələ padariklərimiz tamam bomba O yurttaşlar. ahirmez. En bomba aksiya, en bomba yengiliklerini Yıldız kelin libaslarından kütseler boladı. Toyçularımız Yine yine. gap bolsun kömür. Nijni göynekler. Bu kurcaklarını ne üçün koyupsun indi? Bu kovurçaklarını hazır indi taze açılışı münasebeti bilen birinci gen 3 tane kızımsa padarkiye beremiz yine. Bu tekinge boladı, doğru mu? Tekinge boladı. Yine. Buna pul alınmıydı. 3 tane kızımsa savgağa verildi. Yine kurcaklarımıza yanında tekinge boladı. Xuda xalasa Daşlı dese daşlı, Nijni dese Nijni, Premoy dese Premoy. Hiç neden mamma yok. Bir malal gələrsilər, itənləyənləri bolsa aldırban beremem. gap yo'q. Xudo xolasa opa-singillar, yurtdoshlar, to'ychilar bemalol Bu kelaverasizlar. hal ahirimiz, bomba yengilikler ahirine din görseler hazır toyçularımıza kulaylık boluş maksadında hazır en zor altıncı, en zor paltonçu, en zor parfümeriya ətirlərini özlərimizin dükkanlarımızdan gepləşib, şimdi etib savğaları, prizları bilen gepləşib köpməm. Bundan video ahirində görüp barsalar boladı. Şunda her bir xarid etadigan, mesela opa-singillarimiz, mesela gelini hep beredi, parfümeriyasını hep beredi, paltonunu hep beredi, altınını hep beredi, sıra yüzüklerini. Şundan en azam baxada geliştirip hep bereceksiniz. Alan, bu toyçulara kulaylık maksadında orijinal, hem arsan hem orijinal yaxşı nərsələrdən prizları bilen şimdi etib toyçularımız üçün gepləşib şunam yola koyubdurmuz. Gap yo'q, xudo xolasa görüp güzətib boraveradilar. Yine yurttaşlarımız toyçularımıza kulaylık buluş maksadında gelincanlarımız üçün parfümeriya nərsələrini yine en optimu, en orijinalını tovup şunu yine Zeba optimunu yine tavsiye etiş için geldim bu. Yıldız kelin libaslarını aytıp gelseler toyçularımıza məni namımdan etdiyini savğa beredi. İçanlı indi. Etdeni soğan beredi, doğru mu? İçanlı Yine nərsələrini göstərir. içanımızdan görüp duran olsanlar, istərgən şu sarpalarınız üçün gəlin kızlarımız istərgən parfümeriyalarını xuda xalasa tapsalar buladikən xuda xalasa. En arzan baxalada qaytıb berədilər ki, padarkisindən berədilər, doğru mu? Padarkisindən beredi. İne göynəklərinə çədən, indi takınçaqlaram babide. Yine həmmə nərsə var yine gelinlərimiz üçün gerek oladığın sümkeçələri, bani nərsələri, həmmə nərsəsi var yine. Parfümeriyalarla
En orijinali boladı Zeba Optim'da. Yine hem Optim'lar da boladı. Şu kolaylıklar için ben Zeba Optim'ni tavsiye edip toyçularımıza yine tavsiye edip ben. Bir yandan yine öz isem danıştır verin. Assalamu alaikum. Assalamu alaykum. Harman salametmisiz, çaçamazsan. Xudo xolasa yulduz epkenmi açıp kesele, kaytıp, geliştirip, ahırına kim padarkem koşup berese genen. Ama padarkem koşup beremiz. Yıldız Epken'i namından geçseler padarkelerimiz var. Biz de gelin kızlarımız için üzerine halagan nerselerini koşup beremiz. Yine özleri xalagan nerselerini. Yine gap buluş mümkün mesela. Asortimentni Viber'ni görüp tutsalar apasinglar. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. İstegen narsalarınızı en arzon baholarda xarid qilib, undan tashqari podarkalarni ham xarid qilib ketsalar bo'ladi. Ya'ni sovg'asini. Hamma narsasi bor. Bu narsani beda alışım gerek, bu beda alışım gerek deb yurmaydi. Şunun için kolaylık bo'lishi uchun yine beda yine ichki narsalari, arg'ilari, yine parfumeriyalari, bu ütükdimi, ne deydi, iş qilib, fendimi, hamma narsasi bordan. Üçün vın zor şarayetler yaratıp koymuş. Sizin namınızdan gelse padarkilerim zor etmez. Padarkilardan beradi. En ahamiyetleri orijinal narsalari. Bu sınavdan ötken. Şunun için toyçularımıza tavsiye ettirman. Gap yo'q. Endilikdan navbat Endilikdan navbat paltunchimizga uni ham shundatib danıştırıp beraman. görüp kuzatib boraverasizlar. Yine yurttaşlarımız, toyçularımıza kolaylık buluş maksadında paltun dükkanımız naminasilere tavsiye etemiz. 417. dükkan boladı. Zemir apa bilen Enver ağanın dükkanı boladı. İçan namine görsemiz. Yani Viberlar köp xalat işçilerini alıp ketadilar. Xudo xolasa Viberlar göyneklerimiz köp. ham bor, Viberlardan paltolarimiz ham mamma bor, yok, yine yine. götüranlarınız. Hamma narsa bor, renklerden mamma yok. İB'de Yıldız Kelin köyleklerini aytıp keseler, kayınnacanlar için eddinli alahıda savgamız bor yine. Mənim namımdan boladı bu. Oho. Kayınnacanlarımız dükkan yürüp, vaxtını getkizip, işten kalıp yürümüydü. Gelinini gintiredi, gelinini baxanasında özən bir göynəkli bop getirdi. Bu toyluk nerseler ku? Toyluk nerse, astatki nerse emas. Sıraç, yine şörnəm ahimet Gap etsinler. buluş mümkün emas. Yine Neçirni opasinglar. toyluk nerseler. Xudo xolasa gelinni ekkelesiler, en arzon bahoda şudan giyintirasizlar. Giyintirganlaringizdan keyin Xudo xolasa yanında kayınnelerimiz için tekinga. Allahıda, havan. Toyana. Keyin men toyum 2-3 aydan keyin göynəkni al tanlanman deselerem bemalol gelip gelinini gintirip göynəkini alıp keyin göynəkə gəsələrəm boladı. Toy cevabın ağandan keyin gəsələrəm Gələrəsilər boladı. asortiment Viber köp boladı. Görüp duranlarınız şuba deyirsizlərmi, plaşlar deyirsizlərmi, koja bir anda yine paltolarımız ham bor, həmməsi yine turetski kimi, Xitaymi istəlgəndən tapsalar boladı ekan, bir anda göynəklərimiz ham bor ekan Xudo xolasa. Bemalol gələrəsilər. Endilikdən navbat? Endilikdən navbat 6-cımıza. 6-cığa ötəmiz indi. 6-cı ham bor, hein? Tamam. Gap yo'q. En zor Yıldız Kelin libaslarda. Növbətdəki dükkanımız, altın dükkanımız boladı. 583. dükkan Mukaddes Gold deb gələrəsilər. İçan namine görəsilər. Xudo xolasa, ba'bir şu toyçularımız toy etadi. Mesela paltosunu alış gerek, parfümyerasını alış gerek, hem de altınlarını ham alış gerek. En arzon baholarda alış gerek, En doğru? arzon bahası, yine en muhimi Taşkentskini aldap vermediler bir an. Şunun için ben bir an tavsiye edemem. Neçə ildən bir yana işləşəməm. Çarçamasdan. Nərsələri yaxşı. Rossiyski deb berədi. Aldap vermedi toyçularımızını. Gap yo'q, Xudo xolasa. Gələrəsilər. Endilikdə Yıldız Kelin libaslarından xarid qilgan gəlin qizlarımız üçün endi Mukaddes Gold Diamond dükkanımızda neçə qulayliklar bor? Salam, gel. Dükkanımızda evvelambar assalamu alaikum. Salamlaşverik. Halkımızda. Alın. Bizler dükkanımızdan gelip durup toçalarımız xarid qiladigan bo'lsa, özüne yakkan gümüş üzüklerimiz bayın bir yerde. Toyçularımız evizzetini. Toyçularımız gelip durup üzükini alamı, komplektin alamı, sepoçkasını alamı bir dana gümüş üzük koşup berledi. Gümüş üzük tekinga boladı. Gümüş üzük tekine boladı. İyi. Sam glavni yeri bir de komplekt alamı, sepoçka alamı, navo nerse alışından qat'i nazar. Gramını 1.250 ming so'mdan etib beramiz. 1.250'den gelişip beramiz. Köpçilik oylaydı, kümüşüne deydi, bir dana üzük koşup berse ya bir nerse koşup berse deydi, üstüne pul mindirledi deydi. İki gün diyemez, xohlan yerine para versin, tereziye çıkan gramını 1.250 ming so'mdan gelişip beramiz. İyi, bir dana kümüş üzük xohlagan bir kümüş üzükünü padarkiya soğağa alıp bilendi. Yine, şimdi kulaylik yerlari bor ekan, Xudo xolasa, opa-singillarimiz bemalol kelaversin, to'g'rimi? Toyçularımıza kolaylık maksadında yine hazır kızlarımız
Şimdi kümüş yüzük xaxlab durdular. Yine şunun için ben yine ülkemiz bilen gepleşip Yıldız Kenan libaslarını aytıp gelseler yine kümüş yüzük koşup berin dep iltimas ettim. Yine şunun için komplekt nerselerini aladılardan bir kümüş yüzüklü bolup getirdiler kızlar. Xudo xolasa to'ychilarimiz bemalol kelaverasizlar. Bemalol kelaversinler. Keyinchalik almashtıraman deseler ham gelip almashtirib ketseler boladı. Aytılgan nerse beriladi, rossiyski beriladi, yaxshi narsalar beriladi. Shuning uchun ukamizni tavsiya etibman. Gap yo'q, xudo xolasa. Oxunjonim yana to'g'ri kelaverasizlar. Esa Yulduz apga sizam rahmat deymiz. Shunda qulayliklarni turibsiz. Men hozir to'y ishlayman, keyinroq ishlayman, go'ynakni keyinroq tanlayman desam, u muammosi yo'q. Galatdan oltinini tanlab, oltinini olib ketaradi, go'ynakni to'ya javob olingandan keyin galarsalar ham bo'ladi. Gap yo'q, xudo xolasa. Esa Yulduz apga sizam rahmat deymiz. Yana shu yangiliklar bo'lsa, xudo xolasa birgalikda xalqimizga Yıldız Kenan'ı baslar. yoritib boramiz yurtdoshlar. Endilikda ko'rib kuzatib boraverasa, manzillarimizni to'liq tanishtirib beramiz. Xudo xolasa, sizlarga shuni yangilikni yetkazib borishda davom qilamiz. Yurtdoshlar, xudo xolasa, toza salonimizning adreslari Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani bozorining o'zida joylashgan bo'ladi. Bu yon tarafdan kelsanglar, To'rtko'limizda Kapital Bank tarafdan Gun chiqish darvozadan to'g'ri kirib kelaverasizlar yurtdoshlar. To'g'ri kelaverishingizda chap taraflaringizda bo'ladi. Bu yerda Boz 888 Muhammad Ammo do'koni bor, shuni yong'inasidan giriladi. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Jasur Ahmad Antoniyandan kelasizlar. Bu yon tarafda Osmon Perdalar bor yurtdoshlar, hamma biladi. Klassik 222 ni ro'parasidan to'g'ri giriladi yurtdoshlar. Giramiz. Girganlarimizdan keyin chap tarafdan 3-Aqua do'kon bo'ladi, ya'ni 264 Yulduz Kenan liboslari salonini yangi filiallari bo'ladi, xudo xolasa. 264 xudo xolasa yurtdoshlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimizga yanada tushunarli bo'lish uchun, agarda bu yon tarafdan kelsanglar yurtdoshlar, shu Muhammad Ammo do'koni Boz 888 dan o'tib turib, bu yon tarafdan ham kirsanglar bo'ladi. Bu yon taraf aytib o'tganimdek, Kapital Bank tarafdan, To'rtko'limizda Gun chiqish darvoza tarafdan, G'ayrat Fitch tarafdan kelaverish bo'ladi. Şimdi doğru kelaverishimizda o'ng tarafimizda 287 do'kon bo'ladi. Aran tarafdan kelsanglar 264, bu yon tarafdan kelsanglar 287. Shu asosan shu salonchilarning xatari bo'ladi. Bu taraf ham, orqa taraf ham salonchilarning xatari bo'ladi yana. Sizlarga qulay bo'lsa, xohlang bu yondan keling, xohlang arandan keling. Ikki eshikimiz ham ochiq bo'ladi, to'g'rimi? Gap yo'q. Yine bemalol kelaverasizlar. Yine xohlang arandan, xohlang bu yondan keling. Endilikda videomiz davomida avvalgi birinchi filialning adreslarini to'liq tanishtirib beraman. Sizlar esa ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar, adreslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani bozorining o'zida bo'ladi yurtdoshlar. To'rtko'l tuman bozorindagi Qo'sha darvozadan to'g'ri giriladi. Qo'sha darvoza yagonagina bo'ladi yurtdoshlar. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Burchakki darvoza tarafdan kelasizlar. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Bahodiramizni Istiloy tarafdan ham kelsanglar bo'ladi. Shu Qo'sha darvozadan to'g'ri giramiz, sizlar esa ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Giraverishimizda yurtdoshlar, o'ng tarafimizda Aybek parfum keladi. Chap qo'llaringizda X-Mobile nomer 1, Diller, Chinni 300 do'konlari yurtdoshlar. Abdulla Umid chiqadi, shundan ham to'g'ri o'tib boraveramiz. Doğru giyanimizdan keyin esa o'ng tarafga qarab aylanamiz. Agarda sizlar chap tarafdan kelsanglar, aytib o'tganimdek, Burchakki darvoza tarafdan ham to'g'ri kelsanglar bo'ladi. Biz o'ng tarafga aylanib to'g'ri yuramiz. Chap qo'llaringizda Jo'shqin brendli do'koni chiqadi. Shuni yong'inasidan giriladi. O'zi Glani shu salonchilar ko'chasi bo'ladi. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Bahodiramizni Istiloy tarafdan ham to'g'ri kirib kelsanglar bo'ladi. Shu salon xatardan to'g'ri giramiz. Gelmizden keyin o'ng tarafimizda Yulduz Kenan liboslari saloni bo'ladi. Ekranlardan nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib, adres so'rab, ma'lumot so'rab ham kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa ushbu videomizni yaqinda to'y bo'ladigan yurtdoshlarimizga, to'ychilarga like-ni bosib tashlab qo'yaverasizlar. Sizlarga shuni yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.